otar. Onam meni cennetim, otam meni devletim. Siz sizga bor savratim, mehribon aziz bir minnatim. Onam meni cennetim, otam meni devletim. Siz sizga bor savratim, otam onam g'animatim. Qani qarsaklar bilan qarshi olamiz. Sizga o'xshasin eyvon otam, sizdan olganlarim faqat jannat qilsin otam. Onam meni jannatim, otam meni davlatim. Siz bor sizga bor savratim, mehribon Rahmat, qarsaklar bilan. Onam meni cennetim, otam meni devletim. Siz bor sizga bor savratim, otam onam g'animatim. Hayotimni nur chirog'i, siz quyoshimsiz otam. Yana og'rirsam parvonayu, ko'zi yoshligim onam. Sizlar sabab omad olam, jannat bo'lar har qadam. Farzandlarning baxtini ko'ring, Allohdan shukr olam. Onam meni jannatim, otam meni davlatim. Siz bor sizga bor savratim, mehribon aziz bir minnatim. Onam meni jannatim, otam meni davlatim. Siz bor sizga bor savratim, mehribon aziz bir minnatim. Siz bor sizga bor savratim, otam onam g'animatim. Azizlar, keling farzandlarimizni taxt-ravollariga kuzatib qo'yamiz. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Sog'-omon bo'lamiz. Mana shunday chiroyli to'ylar, quvonch shodiyonalar hammalarimizga nasib qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Keling azizlar, hammamiz ham alhamdulillah musulmonmiz. Ahli mo'min musulmon xalqi islom dinini tanlaganmiz. O'zini halolligi, pokligi bilan biz musulmonlarga ma'qul bo'lgandik. Islom dinimizda shunday urf-odatimiz bor. Har bir taom yegandan keyin taom haqqi hurmati, shu xonadondan umidvor o'tgan yaqinlarimiz haqqi hurmati duo-i fotiha qilamiz. Kelinglar, bugun ham mana shu savobli ishdan bebahra qolmasdan davramizda hoji bobolarimiz o'tiribdilar. Said Ali hoji bobomizdan iltimos qilsak, taomni duo-i fotihasini qilib bersalar. Duo o'qildi, to'y tamom degan emas azizlar. Endi raqslarga, o'yin kulgilarga navbat beramiz. Marhamat billah bu. Bismillahirrahmanirrahim.